Aka, oyog'ingni yech. Xo'sh, o'g'lim, yangi bog'chang haqida gapirib berasanmi? Bo'la qol, yura qol. Bolam, gapirib ber, bog'chang yoqdimi? Albatta yoqadi-de. Zamonaviy, eng asosiysi qimmat bog'cha. Gapirib ber, o'g'lim, nima bo'ldi bog'chada? Nima to'polon qolsali sali? Sen nima o'yinchoqni hammaga tarqatib yuribsan? Kimdan so'rab olding-a? Kimdan so'rab olding? Xo'psan. Jim o'tir, o'zingga qarab o'tir. Nima kimdan so'rab olding sen o'yinchoqni, ha? U kalkugini sog'inib qoldingmi sen, ha? Dadam bilan o'yinga ketib beraman. Kimga o'tasan, o'chib ovozingni. Agar kimgadir aytmoqchi bo'lsang-chi, tilingni sug'urib olaman, tushundingmi? Qattiq bo'lsang ham topib qolaman seni. Bor o'tir joyingga. Men gap qaytarmasdan. Hamma to'polon qilsa jim o'tirlaring, kalkugini sog'inib qoldilaringmi? O'g'lim, nimaga indamayapsan? Gapir. Bog'cha opam meni yosh ko'radilar. Bog'cha opam meni urmaydilar. Bu bola siz sabab birinchi marotaba yolg'on gapirdi. Ayrim tarbiyachilar, siz tarbiyachi bo'lishga munosibmisiz?